Katta mol fermalari uchun 5 kubalik Hindistonning yem aralashtiradigan meshalkalarimiz yetib kelgan hozirgi kunda. Bu meshalkalarimiz ham yog'i polniy silindrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Общий объем 5 kuba yetib o'tganimdek, yem tushiradigan joylarini ham bemalol balanga, pastga yem yeydigan oxirida balandligidan kelib chiqib ligirovka qilsa bo'ladi. Balon stoplari mavjud. Bu yoqda mana bu yem solinadi. Bu yoqdan yem solinadi, o'zi silindr bilan ichiga tashlab beriladi. 5 kubagacha bo'lgan yemlarni, har xil turdagi yemlarni bemalol tashlab, ichidagi vertikalli pichoqlar yordamida bemalol yemni siz xohlagandan ham chiroyliroq qilib maydalab, molliga berishga tayyor qilib, mana bu joydan to'kib beradi. To'kib berishini aytib o'tganimdek, silindr yordamida bemalol tepaga, pastga, kamroq, ko'proq uzoqga ochishini, yaqinga ochishini ham ligirovka qilsanglar bo'ladi. Mana bu sozlamalar yordamida, mana bu sozlamalari bor, 1 2 3 4. Shunga qarab, mana bu richaklar yordamida, bu yoqda yana qo'shimcha kompyuterlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu kompyuter orqali ham boshqarsangiz bo'ladi. Yemni tushishini, aralashtirilishini. Bu yoqda o'zini moy bachogi bo'ladi. Traktorda moydan foydalanmaydi. O'zini moyidan silindrligi o'zi ishlatiladi. Euro standartga mo'ljallangan, mana bu yoqda richak boshqaradigan, silindrlarni boshqaradigan richaklar bilan jihozlangan bo'ladi. To'ldirganda, solganda orqaga to'kib beradigan richaklar bilan jihozlangan bo'ladi. Kimga yana mana shunaqa agregatlar kerak bo'lsa, bemalol belgilangan raqamlarga aloqa chiqsanglar bo'ladi. Hindiston Shaktiman zavodidan boshqa agregatlarimiz ham bor. Yangi agregatlarimiz kelgan. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi agregatlarimizning videosini qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Bemalol ko'rib, o'zingizga kerakli bo'ladigan axborotlarni olsanglar bo'ladi. Telefon nomerlariga aloqa chiqsanglar, bundan ham to'liqroq va sizlarga tushunarliroq qilib, imkon qadar barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib o'tamiz.